Amon School'da o'quvchilar haqiqatda ko'p, har xil yoshdagi o'quvchilar. Aynan ularni ruhiy holati, jismoniy holatini shakllantirish uchun nechta loyihalar o'ylanganmi? Ha, bu uchun maxsus shaxsiy rivojlanish va dunyoqarashni kengaytirish degan fanimiz bor. Haftasini 3 soat qo'yilgan. Ya'ni odatdagi narsalardan ko'proq. Nima uchun? Shaxsiy rivojlanish muhim. O'zi aslında qarasangiz, bola muvaffaqiyatga erishish uchun masalan IELTS 7 yoki 7,5 8 olgani уже aynan farq bo'lmay qoladi. Bolaning muvaffaqiyatida. Ya'ni 8 bilan 8,5 arasida уже farq deyarli bo'lmaydi-da. To'g'ri, 8 bilan 5 arasida bo'lishi mumkin. Lekin hammada 8 bo'lsa, ayonida уже bolani o'zini ko'rsatib bilishi, vaqtida qaror qabul qilib bilishi degan narsalar bor. Shaxsiy rivojlanish shu narsani o'qitadi. Ya'ni bolaga kitob o'qishni, o'z ustida o'tirib ishlashni, muammoni hal qilishni, o'rtaga chiqib prezentatsiya etishni. Masalan, bizda grant prezentatsiya loyihasi bor. Har 6 oydan o'quvchilar 6 oy davomida novlarni o'rgangan, necha kitoblarni o'qidi, nov loyihalarda qatnashdi va keyingi 6 oyda rejalari novi, necha narsalar erishsak ekanligini prezentatsiya qilib beradi ota-onalarning oldida. Ya'ni biza hisobotni o'quvchi orqali beramiz. Ota-onalar majlisi bo'ladi. 18 bola bo'ladi bizning bir klassda. 18 bola ham ota-onaning 18 ota-onasi o'tiradi va har bir o'quvchi birma-bir chiqib 6 oylik o'tmishdagi bo'lgan voqeani hisobini beradi va 6 oylik keyingi rejani beradi. Va shu narsani qila olish o'zi ko'pchilik oldidan chiqib oratorlik qobiliyatini mashq qilish ham ana shu shaxsiy rivojlanish fanining ichida o'tiladi. Zo'r.